Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Donghua tahlil kanali va bugun sizlar bilan birgalikda YLIKC haqida gaplashamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. O'zbekchasi YLIKC, xitoychasi YLIKC va inglizchasi Electrolux. O'liklarning muqaddas ma'budi, tiriklarning o'lim balosi. Muqaddas hayot qonunlarini umuman pisand qilmaydigan jonzot. YLIKC haqida umumiy ma'lumot. U ilgari nur farzandi bo'lib, yoshligidayoq Long Hochendan ancha iste'dodliroq bo'lgan. U taxminan 14 yoshdayoq 6-darajali sehrgar bo'ladi. 18 yoshda esa 8-darajaning ilohiy sehrgariga aylanadi. Va shuning bilan u taxtlar muhri Donghuasida tug'ma ruhiy kuchi yagona 100 bo'lgan shaxsdir. Hattoki Long Hochenning ham tug'ma ruhiy kuchi 97, Sheng Sayr esa texnika bilan 100 ballga olib chiqilgan. Ammo YLIKC o'zi 100 ball bilan tug'ilgan. Undan tashqari u sof yorug'lik energiyasiga ega. Keyinchalik u bu kuchini va abadiy yuragini Long Hochenga meros qilib qoldiradi. Uning o'lim balosi yoki bo'lmasam muqaddas qonunlarni parchalovchisi nomlariga bo'lsa, video davomida alohida to'xtalamiz. Nekromancer bo'lishdan oldingi ma'lumotlar. U Pangbo imperiyasi qirolining yagona o'g'li edi. Va aynan o'sha vaqtlarda yorug'lik sehrgari bo'lgan. Muqaddas cherkov tashkil etgan Daho jangida g'olib bo'lgan. U sevgilisi Folo bilan birga imperiyaning 2 yulduzi deb atalgan. Shaxsiyatiga kelsak, avvaliga u Long Hochen kabi pok va mehribon edi. Xo'sh, agarda shunday bo'lsa, nima uchun u yovuzlik yo'lini tanladi? Sizni xafa qilishga majburman, chunki u hech qachon yovuz bo'lmagan. O'ylashingiz mumkin, u unga qilingan xiyonatlar, sevgilisini tashlab ketilishi yoki oilasini qirib tashlanishi sababli yovuz bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, aslini olganda u bir necha yil kutganda o'zi shundoq ham yorug'lik ma'budi bo'lishligi va yorug'lik ma'budini kuchi bilan bemalol raqiblardan yana qasos olishligi mumkin bo'lardi. Lekin unda nima uchun u nekromancer yo'lini tanladi? Nima uchun u qora yo'lni tanlab ma'budlik yo'lidan voz kechdi? Men sizlarga buni hikoya qilib aytib beradigan bo'lsam, hattoki ma'budlar ham ba'zi bir hayot qonunlaridan chiqa olishmaydi. Men sizlarga aytganimdek, uni bekorga muqaddas qonunlarga bo'ysunmas deb atashmaydi. Shundaki, o'liklarni tiriltirish hattoki ma'budning ham qo'lidan kelavermaydi. Taxtlar muhrida aynan Electroluxgina yagona o'liklarni tiriltiruvchi hisoblanadi. Aslida uning haqiqiy maqsadi bu o'lgan yaqinlari, oilasi, do'stlari yoki bo'lmasam boshqa begunoh insonlarni qayta tiriltirish uchun o'limdan ham kuchliroq yoki bo'lmasam o'lim qonunlariga bo'ysunmaydigan nekromancer roliga kirishadi. Va o'zi yaratgan tojsiz deb nomlangan texnikasi yordamida endilikda o'liklarni tiriltirish mahoratini yaratadi. Buni albatta taxtlar muhri Donghuasini ko'rayotganlar juda ham yaxshi bilishadi, chunki Long Hochenni yuragi to'xtaganda Sheng Sayr uni Electroluxni oldiga olib keladi va aynan e'tibor berib qarasangiz, Electroluxning barcha testlardagi odamlar tojsiz hukmdordagi Electroluxning haqiqiy do'stlari bilan bir xil. Ya'niki u barcha do'stlarini nekromancerlik kuchi bilan tiriltiradi va o'zining testlariga aylantiradi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Electrolux hech qanaqasiga aqldan ozgani uchun yoki bo'lmasam qasos uchun bu yo'lni tanlamagan. Aslida u yaqinlarni tiriltirish uchun ma'budlardan ham qonunlarga ham bo'ysunmaydigan kuchni xohlagan va shuning uchun u o'zining kuchini yaratgan. Endi esa uning kuchlari, sehrlari va mahoratlariga to'xtaladigan bo'lsak, undan yoshligida nur farzandi bo'lgan paytida nur ma'budi undan so'raydi: "YLIKC, sen nur farzandi bo'lishdan ko'ra ko'proq yaratishga qiziqadiganga o'xshaysan." Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. U nur farzandi bo'lgan paytda ham nur uning asosiy kuchi bo'lmaydi, garchi unda 100% to'liq haqiqiy nur kuchi bo'ladi, lekin u o'sha paytda ham yaratishni yaxshi ko'radi. Va aynan u shu kuchi bilan birgalikda tojsiz deb nomlangan kuchini yaratadi. Boshlanishida bu kuchi bilan u faqatgina qisqa masofalarni, ichidagi hududni va vaqtni boshqarishi mumkin bo'ladi. Vaqtni qaytarish, makonni o'zgartirish singari. Keyinchalik u bu kuchni rivojlantiradi va butun bir dunyolarni, olamlarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xuddiki yaratish ma'budi singari. Gaplarimga sizlar ishonmasangiz mumkin, lekin agarda haqiqiy isbot dalil kerak bo'lsa, albatta tojsiz hukmdor filmini oxirida aytiladi. Ya'niki Electroluxga endilikda sen yaratilish ma'budi
kuchiga egasan deganday qilib aytiladi. Albatta sizlar uni ham ko'rishinglar kerak. Uning asl eng yuqori kuchini aytadigan bo'lsak, uni ko'pchilik birinchi sinf ma'budi sifatida biladi. Ya'niki bu ruhlar zaminidagi ba'zi narsalarga bog'liq. Aslida esa u yaratilish ma'budi kuchiga teng bo'lgan kuchga ega. Ya'niki u ma'bud qiroli yoki undan ham kuchliroq kuchga ega. Shunchaki uni filmda kuchini to'liq ochib bera olishmagan. Shu sababdan ham u o'lim ma'budiga bemalol do'q-pop saqilishligi yoki bo'lmasam unga buyruq berishligi ham mumkin. Undan tashqari shu joyda sizlarga aynan nima uchun uni muqaddas qonunlarni buzuvchi deb atalishligini aytib o'tib ketsam. Misol uchun, taxtlar muhri olamida insonlar 9-darajaning eng yuqori holatida ham inson o'zi yashay oladigan vaqtdan ko'p vaqt yashay olishmaydi. Electrolux'ning aynan taxtlar muhridagi yoshi esa taxminan 6000 yoshdan yuqori. Bu degani inson yashashi mumkin bo'lgan vaqtdan ancha yuqori degani. Bu degani u bemalol o'lim, hayot va vaqt qonunlariga bo'ysunmasligini bildiradi. Bundan tashqari, aynan bu dunyoda tug'ma ruhiy kuchning eng yuqorisi 100 ball. Electrolux esa Longhouchenni bu ballni 120 ballgacha olib chiqqan. Bunda yana bir muqaddas qonun buzildi. Undan tashqari, ma'budni faqat ma'bud o'ldiradi degan qonun ham mavjud. Lekin Electrolux hech qanday ma'bud emas, hech qanday ma'budlar qonunlarga bo'ysunmaydi. Shundan tashqari ham u baribir bir necha marotaba ma'budlarni o'ldirgan. Bu orqali u bemalol o'zini qonunlarni parchalovchi yoki bo'lmasam qonunlarga bo'ysunmaydigan jonzot deb atasak bo'laveradi. Ya'niki aynan shu kuchi, ya'niki qonunlarga bo'ysunmaslik kuchi sababli u o'lganlarni tiriltirishi, o'z safiga qo'shishligi yoki bo'lmasam ularni bemalol bo'ysundirishligi mumkin. Uning yana bir mashhur, ammo juda ko'pchilik bilmaydigan kuchlaridan biri bu istalgan energiyani yutib o'ziga kuchga aylantirish. Buni keyinchalik shogirdi Sheng Sayerga meros qilib qoldiradi. Sheng Sayer bu kuchni qanchalik ishlatishi yoki ishlatolmasligi aniq emas, lekin Electrolux bu kuchi bilan bemalol istalgan energiyani yutib o'z kuchiga aylantirishligi mumkin. Mana shunday qilib biz Yellow Casey haqida soatlab gapirishimiz mumkin, ammo biz bugun faqatgina taxtlar muhri va tojsiz hukmdor Don Juan'dagi Yellow Casey haqida gaplashdik. Ruhlar zaminida Tangsan tomonidan tiriltirilgan birinchi sinf ma'budi Yellow yoki Alex haqida gaplashganimiz yo'q. Biz albatta Creation God yoki yaratilish ma'budi kuchiga tenglasha oladigan Yellow Casey haqida gaplashdik. Sizlar bilan bu qisqa vaqt davomida Don Juan tahlil kanali bo'ldi. Albatta bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga o'zingizlarning savollaringizni yozib ketish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.